Bir asar tarixi. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Ruhingizga halovat, qalbingizga sokinlik tilab eshittirishimizni boshlaymiz. Studiyada Ma'murjon Abdiyev. Uyg'onguvchi bog'larni kesdim. Topay dedim qirdan izingni. Yonog'ingdan rang olgan dedim, lolazorga burdim yuzimni. Uchratmadim ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi? Uzoqlarda zalvorli tog'lar, xayolimni keldilar bosib, kechdi qancha intizor chog'lar. Vasling menga bo'lmadi nasib. Sensiz men ham, bahor ham g'arib, sen bahorni sog'inmadingmi? O'ngirlarda sakraydi ohu, na'matakda saba mittijon. Qorliklardan sipqarilgan suv daralarda uradi javon. Nigohimdan faqat sen pinhon, sen bahorni sog'inmadingmi? Mana bugun Navro'zi olim, do'stlarimga gullar tutarman. Qaylardasan sevgili erkam, qo'limda gul seni kutarman. Umrim bo'yi chorlab o'tarman. Sen bahorni sog'inmadingmi? Bu samimiy va beg'ubor qalb harorati ila yo'g'rilgan satrlar, unga bog'langan dil torlarini chertguvchi nafis kuy, hofiz nolasi ila har ko'ngilga ajib hislar solguvchi qo'shiq. U go'yoki fasli bahor sog'inchini yanada yorqinroq aks ettiradi. Uning beqiyos tarovati-yu nazokatiga hamohang taraladi. Tinglaganing sari vujudingga bahoriy bir iliqlik, ko'klamiy go'zallik inib boraveradi. Yanağından renk olgan dedim, lolazorga burdim yuzimni. Uchratmadim ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi? Uchratmadim ammo o'zingni, sen bahorni sog'inmadingmi? Sen bahorni sog'inmadingmi? Ha, bu qo'shiq kirib bormagan ko'ngil bo'lmasa kerak. Har yilgi bahor go'yoki shu tarona og'ushida sog'indirgan qalblarga surur bag'ishlab kirib keladi. Olamcha quvonch, zavq, ayni paytda dilga ajib bir sokinlik, halovat ham ulashadi. Bugun ayni shu sen bahorni sog'inmadingmi taronasining yaralish tarixi haqida so'z yuritamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xushnafas san'atkorimiz Ikromjon Bo'ronov tomonidan kuylanib, qo'shiqsevarlar ko'ngliga o'rnashgan bu navo qanday dunyoga keldi? Bu haqda suhbatdoshimiz xonanda Abdurashid Isoqov. Sen bahorni sog'inmadingmi qo'shig'i amakimiz Akmal Isoqov tomonidan yaratilgan, taxminan 66-yillar bo'lsa kerak dunyoga kelgan qo'shiq. Keyin bu qo'shiqni amakim Akmal Isoqov harbiy xizmatda Ikromjon Bo'ronovning Mudofaa vazirligi qoshidagi ansamblga qatnashib faoliyat ko'rsatadi. Shunda Ikromjon Bo'ronov rahbarlik qiladi. Akmal akamdan
o'sha qo'shig'ingni menga sovg'a qilsang Akmaljon deb aytganlarida Bajonidil ustoz deb shu qo'shiqni Ikromjon Bo'ronovga sovg'a qiladilar. Keyin qo'shiq radio to'lqinlari orqali, televideniya orqali xalqimizning qalbiga yetib boradi. Keyin bu qo'shiq butun xalqni qalbiga singib borgan qo'shiq desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu qo'shiqni men ham kuylaganman. Abdurazzoq ukam kuylagan, Alijon ukamiz kuylaganlar, Asliddin ukam, barcha sohiblar kuylagan. Xalqimizga manzur bu qo'shiqning she'ri hassos qalb shoiri, sevimli adibimiz O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov qalamiga mansub. Biz yaralish tarixi haqida hikoya qilayotgan Sen bahorni sog'inmadingmi she'ri bilan bog'liq xotiralarni u shunday yodga olgan edi. Bu she'r bugungi kunda ham dilimda mavjud bo'lgan bepoyon hasrat, hech ushalmaydigan armon va abadiy yo'qolgan baxt haqida. Bular poeziyaning o'q tomirlaridir. Kishida sirli tuyg'ular uyg'otadigan ham shular. Tabiat va boshqalar bunga husn bo'ladi va qandaydir muhit yaratib beradi. Bu she'rni men falon joyda yozdim va boshqa joyda yoza olmasim degan so'z bu albatta shoirning nodonligi bo'lardi. Men 1963-yilda universitetdan Surxondaryo viloyati gazetasiga amaliyot o'tagani bordim. U joyda birorta tanishim yo'q. Redaksiyadagi divanda yotib kun ko'rardim. Bir oy o'sha yerda bo'lganman. Bahor avvalo Surxondaryodan boshlanadi. Bodomlar gullaydi, kunlar isiydi. Endi albatta nimalarnidir sog'ingan bo'lishim mumkin. Shu o'rinda yana suhbatdoshimiz Abdurashid Isoqovning so'zlarini tinglaymiz. Bu qo'shiqni shoiri Abdulla Oripov she'ri bo'lgan, musiqasi Akmal Isoqov musiqasi bo'lgan. Ko'pchilik buni tarixini bilmasdi. San'atni tinglaydigan, iqtidorli bor san'atkorlar ko'pchiligi biladi, lekin ayrimlari shu avtori kim, shoir kimligini ham bilmasdan "Maniki" deganlar ham uchrab turadi. Bu qo'shiqni mana yaqinda amakimiz To'ychi Isoqov tomonlaridan Sen bahorni sog'inmadingmi kitobini yozdilar. Ikromjon Bo'ronov ham bu qo'shiqni o'zlari tan olganlar. Keyin o'zlari ham Sen bahorni sog'inmadingmi deb kitob yozdilar. Abdulla Oripov juda ham ulug', salohiyatli, ilmli, ma'rifatli inson bo'lganliklari uchunmi deb o'ylayman. Juda ham go'zal satrlar yozilgan. Chunki bu satrlarni har kim ham yoza olmaydi. Men juda ham bu insonni iqtidoriga tan berganman. Davralarda bo'lganman, suhbatlarni olganman. O kishini ham Alloh joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Ikromjon Bo'ronov ham o'tib ketdilar. Sen bahorni sog'inmadingmi qo'shig'imizni yaratgan amakim ham olamdan o'tdilar. O kishini ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Har bahorni yetaklab, bag'rida yangrovchi bu tarona hali yana uzoq yillar shinavanda ko'ngillar, ko'klamni sevgan qalblarni sehrlab o'ziga maftun etaveradi. Asl san'at namunalari, betakror ijrolarga shaydolik sizni ham chetlab o'tmasligiga ishonchimiz komil. Bu bir asar tarixi eshittirishi edi. Uni jurnalist Nozima Nosirova tayyorladi. Rejissyor Erkin Irismatov, ovoz operatori Dilafruz Davronbekova. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bir asar tarixi